Xitoyning yig'ib olish lagerlarida g'oyib bo'lgan qurbonlarning Turkiyadagi oila yaqinlari videolik bayonot e'lon qilib, Yevropa Ittifoqining Sharq Turkistonga avatmoqchi bo'lgan mustaqil tekshiruvchilar o'miki bilan birga berish har vaqt tayyor ekanligini aytdi. 14-sentabr o'tkazilgan Xitoy Yevropa Ittifoqi boshliqlari suhbatida Yevropa Ittifoqi Beijingning kishilik huquqni hurmat qilishini, kishilik huquqning Yevropa Ittifoqi Xitoy munosabatlaridagi tub talablarning biri ekanligini ta'kidlagan. Yig'inda Yevropa rahbarlari Xitoy bosh sekretari Shi Jinpingdan xalqaro mustaqil tekshiruvchilarning Sharq Turkistonda tekshirish olib berishiga yo'l qo'yishini yuzturan talab qilgan. 15-sentabr o'tkazilgan muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin Fransiya xabar agentligi muxbirining savoliga javob berib, Yevropa Ittifoqining Sharq Turkistonda mustaqil tekshirish talabiga qo'shilganligini bildirgan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonda yig'ib olish lagerlari tuzilmasini keng ko'lamda umumlashtirish harakatini boshlagandan buyon vatan ichida qolgan tuqqanlari bilan aloqasi butunlay uzilgan muhojiratga Uyg'urlar yillardan buyon yig'ib olish lagerlari va turmalarga solangan oila a'zolari uchun dunyoga ovozini anglashga tirishib kelmoqda. Turkiyadagi yig'ib olish lagerlari qurbonlarining oila a'zolari 16-sentabr yig'ilib videolik bayonot e'lon qilgan bo'lib, bayonotda o'zlarining Yevropa Ittifoqining Xitoy hukumatiga avatmoqchi bo'lgan mustaqil tekshiruvchilar o'miki bilan birga berishga tayyor ekanligini bildirdi va kuchli talab qildi.